Yomon emas. Ha. Bu yilda hisobida birinchi pochin. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, baliq ishqibozlari. Baliq ovlagani kanaliga keldim. Qarmoqlarni tashlaganman. Kanaldan uzoqlashmang do'stlar, ov jarayonlarini kuzatib boring. Ovchilarga omad. Do'stlar, mana baliq ovlash uchun kelgan xo'raklarimiz. Mana shunday bo'ylalarimiz bor. Har xil asalli, qulupnayli. Mana shunday silikonlarimiz. Jauharli 12lik razmerda mana shunday amortizatorlarimiz. Mana shunday kurchokka qo'yish uchun xo'raklarimiz va yemga mana shunday asallik nimadan mana shu idishimizga tayyorlab olamiz. Mana shunday yemlarni tayyorlab bunga kukuruz, non, jo'xori uni shunday yemlarimizdan qo'shamiz. Asallik yemlarimizda shunday joylarni boqish uchun ishlatsak ham bo'ladi. Shunday sharik holida birinchi avgust 2026 yil. Mana do'stlar, kechki ovimiz qarmog'imizni tortib oldi. Mana shunday natija. Bu ajoyib. Chiqarib olishga harakat qilaman do'stlar. Kanaldamiz. Есть. Do'stlar, chiqarib oldim. Yirik hajmda. Yirik hajmda. Do'stlar, kechasi natija bo'ldi. 2:30larga yaqin shunday bir yirik sazan ana do'stlar, do'stlar, kanalda o't oqyapti. Mana shunday har bir qarmog'imizda mana shunday o't ilingan. Tozalab turish kerak tez-tez. Men mana zali ilakishib yotibdi.
Do'stlar, mana ovchimiz ovdan qaytayotgan ekan, natija bor ekan. Hozir kelib qoldilar. Tushib ketdi-ku bu. Mana natijalari. Yomon emas. Ha. Bu yilda hisobida birinchi pochin. Nimaga oldingiz Ibrohim aka? Qo'l bola mamaligi o'sha koreyskida yasalgan. Xitoydan 15 ming turadigan makkasi bor, tayyor makka. Mana o'shanaqangi makkaga bordim. Yaxshi, natija zo'r. Kechqurun kelganlar, mana ertalab oltida yig'ishtirib ertaman bo'ldi. Ertalab bo'lgan klyof. Ha, prostoy urganini ham bilmay qoldim. Qishib turgan ekan. Yaxshi. Pastga tushing. Do'stlar, bugun 1-avgust 2026-yil. Mana shunday kanalda o'qildim. Bitta natija bo'ldi. Ertalab qaytyapman, kechasi 9larda keldim. Voh, joningdan. Mana do'stlar, mana shunday yirik hajmdagi sazan baliq qarmog'im kelindi. Ajoyib natija. Silikonga tushdi bu, qulupnayli silikonga. Ovchilarga omad do'stlar. Bundan da yirik baliqlar ushlash barchamizga nasib qilsin. Aytganingiz kelsin. Omad hammaga. Ancha o't o'qayotganda ancha kamaygan. Xullas kayfiyat ko'taradigan pagoda.